Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Xudo xolasa yangi video foydali bo'ladi degan umiddaman. Turkiya sovug'ini tugatdik. Kvartirani hozir tekshirish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Fonda 2 metrli pravda yordamida devorni shtika qilingan joylarni tekshirib chiqamiz. Shunday 2 metrli pravda bilan shunday qo'yiladi. Tezkor yerdan ochiq qolmasligi kerak. Ko'rib turganingizdek, tezkor yerda ochiq yo'q. Orqaga usulda tekshirib bo'ladi. Shunday qilib, endi bu taraflarni tekshiramiz. Bu kvartiramiz bir xonali kvartira. Hozir burchaklarni tekshirib chiqamiz. Shu burchakdan boshlaymiz. Shunday qilib, hamma joyi 90 gradus bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, hamma joyi tekis tegib turibdi. Shunday qilib tekshirib olsangiz bo'ladi. Endi bu burchakni ko'ramiz. Bu yerga uголок qo'yilgan. Bu uголокni burchaga 90 gradus qilganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Burchaklari 90 gradus. Bu tarafda kichkina sanuzul joylashgan. Bu tarafni ham burchagini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Bu taraf. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerga mana burchaklari hammasi 90 gradus. Chunki bu sanuzulga kafe teriladi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Albatta kanalimga obuna bo'ling, like bosib qo'yishni unutmang.